Yaxshimisiz? Charchamasdan tuzukmisiz? Qanaqasiz? Yaxshi yuribsizmi? Charchamasdan. Rahmat. Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Bayramlaringiz bilan, bahor bayrami, Ramazon bayrami bilan, o'tgan 8-mart bayramlari bilan yil bo'yi shunaqa oilalardan, bemorlari bor oilalardan xabar olib turamiz. Sizlarning oilangizdan xabar olishimizni Ramazon oyiga to'g'ri kelib qoldi. Shuning uchun bizani qabul qilasiz endi. Sog' salomat bo'ling. Bu bizani hammaligisi komandamiz. O'sha prezidentimiz tashkil qilgan fondlarda ishlaymiz. Xudo bilsin, ishlaringlarni rivojini bersin, safaringlar bexatar bo'lsin, el-yurt orqa yuzlarimiz yorug' bo'lsin, ko'nglimiz xotirjam bo'lsin, topganiga yaxshi kunlarga buyursin, to'kilganlaringlarni o'rnatib olsin, ko'p oy, ko'p yillik ro'za Ramazon oylarini ko'pini ko'rishgan hammamizga Alloh nasib aylasin. Xolajon, siz ham sog' salomat bo'ling. Keyingi bayramlarda yana mana shunaqa yaxshi kayfiyatda uchrashishlik nasib qilsin. Hech qayerda ishlamas ekanda. Onalariga qarab o'tirishar ekanda, ikkalagisi ekan. O'shaning uchun dori-darmonga birpasgina dori-darmon bilan qiynalyapmiz deyishdi. Endi mablag' ajratib berdik. Javlon, necha yoshsan? 10? Nima she'r bilasan? Ayt ber. Menacha qo'shiq aytamiz paytda. Atrofida aylanib. Qo'shiq aytamiz. Молодец.